Egilik tiklash melodiyasi nomli kitobdan 3 parcha yozma. Birinchi. Sıfırlıq egilik, ya'ni digital economy. O'tgan asrning 90-yillarda kengayishga boshlagan internet texnikasining insonlarning ijtimoiy hayotiga, jumladan iqtisodiy faoliyatlarga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatganligiga biz shahid. U vaqtlarda kishilar o'zlariga kerakli narsalarni sotib olish uchun do'konlarga yoki savdo saroylarga boradi. Misol uchun ilib aytsak, men Bostonga yangi kelganda maktabning o'quvchilar faoliyat markazida har turli e'lonlar, bekorlik gazet jurnallar to'lib turadi. Hatto dunyo axborot sohasida Reuters ta'siri bor mashhur gazet Boston yer shari gazetimi maktabning bir necha yerdagi gazet sanduqining ichiga qo'yiladi. Kishilar uni 50 sent bilan sotib oladi. Gazetning nurg'un batlari bo'lib, xabardan tortib tijorat, xizmat tepish, loyiq izlash e'lonlarigacha ko'plagan mazmunlar bor edi. Men Urumchidagi chegimdala bu gazetdan elinib, foydalanish xabarlari gazetiga besilgan tarjima maqolalarni o'qiganligim uchun Bostonga kelgandan keyin bu gazetni alohida ishtiyoq bilan o'qib chiqatdim. Tunji xizmatimga munosabatli uchurni mushu gazetning e'lon sahifasidan topgan edim. Ala bugungi kelganda maktabdagi yiliqi bekorlik gazetlar va har xil e'lonlar asosan degdek yo'qolib ketib qolmasdan, Boston shahar ichidagi qaynam tashqinliq to'lgan kitobxonalarmi va hatto bu asrning boshlarida o'g'limga kiyim-kechak va o'yinchiq ilib beradigan danqi bor magazin saroylarmi hayotimizdan g'oyib bo'ldi. Heliqi dangliq Boston yer shari gazeti hali ham mavjud bo'lsa-mu, ammo uning bad soni ozlab, go'yo o'zuqliq yetishmagan odam shoda-pochoq bo'lib qolgandek nepizlab ketibdi. Zodi qandoq kuch bu xil g'oyib bo'lishlarni va o'zgarishlarni keltirib chiqardi degan savol kishilarning kallasiga kelish bilanla buning sababchisining internet texnikasidagi taraqqiyot ekanligini tushunib bo'lganligiga ishonchim komil. O'tgan 30 yil ichida internet texnikasida yuz bergan o'zgarishni aytayli. Uning oldingi 20 yilda internet texnikasidagi taraqqiyot mahsulotlarning ishlab chiqarilishi, taqsimlanishi va ilib setilishiga olamshumul o'zgarishlarni ilib kelgan bo'lsa, keyingi 10 yil ichida paydo bo'lgan zanjirsimon bo'lak texnikasining keng ko'lamli qo'llanishi bizning ijtimoiy hayotimizga va iqtisodiy faoliyatlarimizga texmi zo'r va balki hozir tasavvur qilib yetkazib bo'lmaydigan darajada o'zgarishlarni ilib kelishi mumkin. Demak, sıfırlıq egilik an'anaviy egilikning ba'zi sohalarini amaldan qoldirib, ba'zilarini yengilab, yana ba'zilarini kengaytib berayotgan egilik bo'lib, uning tub alohidligi sıfırlıq hisoblash texnikasining iqtisodiy faoliyatlarda qo'llanishidan iborat. Sıfırlıq egilik degan bu ibora 1995-yili tunji qatim ishlatilgan bo'lib, 2001-yili Thomas Minsberg bu hukmning tarkiblarini mundaq 3 nuqtaga yig'inchoqlagan. Elektronlik tijorat muassasalari, ya'ni qattiq detal, yumshoq detal, elektronlik aloqa, tor, odam kuch kapitali. Elektronlik tijorat, ya'ni savdo mashg'ulotlarining kompyuter tor aloqasidan foydalanib ilib berilish jarayoni. Elektronlik savdo, ya'ni tor orqali tovarlarning yetkazilishi, masalan, kitob, jurnal va film degandek. Bu egilikning aloyligi shaxslar va organlarning sıfırlıq torlashish va elektronlik uchur aloqa muassasalari ta'minlagan dunyoviy munbardan foydalanib, o'ziga foydali uchurga yoki boylikqa erishishda strategiya tuzish, o'zaro aloqalashish, hamkorlashish qatorliq faoliyatlarda gavdalandi.
Bu igilikning taraqqiy qilishiga ergishib, оны tadqiq qildigan iqtisod ilmining tarmoqi bo'lgan sıfırlıq igilik ilmi shakllanishga boshladi. 2023-yili yanvar. İkinci, sayyara igilik, ya'ni gig economy. Bu so'z ingliz tilida gig economy deb o'qiladi. Gig degan so'zning tilimizdagi ma'nosi sayyara degan so'zga yaqin kelgani uchun gig economy degan bu so'z belgisini men sayyara igilik deb oldim. Agar buningdimi yaxshi atalg'ular bo'lsa, mazkur kitobni o'qigan hamda bu haqda tushunchisi cho'nqur qarindoshlarning izohat berishni tuvanchilik bilan so'rayman. Mazkur temaning yadroliq mazmunini yetkazishdan avval ko'pchilikka aytib qo'yganim kelganim shu. Xo'sh, undaqda sayyara igilik degan nima? Uning tarixiy hamda mazmuni qanday? Uni bilishning ahamiyati nima deb savol qo'ydigan kitobxonlarning bo'lishini nazarda tutib, bu haqda tafsilroq to'xtalmoqchiman. Jamiyatda har qanday yangi shayning borliqqa kelishining sababi tarixiy orqa ko'rinishi bo'ladi. Sayyara igilik degan bu hukm 2008 va 2009 yillardagi pul muomala kirisi yuqori pallaga yetganda jonlanib, oradan 10 necha yil o'tgan bugungi kunda navbatdagi iqtisodning bir muhim qismiga aylandi. Bizning tilimizda nimkor degan so'z bo'lib, uning ifodalaydigan mazmunining biri vaqtliq ishlamchidir. Yezigilik ishlarda odam kuchi yetishmasa yoki uy varanlarining tomlarini qo'pirib suvashqa to'g'ri kelsa, kishilar nimkor tepib kelib ishlatadigan odat Uyg'urlarning iqtisodiy hayotida uzundan buyon bor ish. Men navbatdagi gig economyda, ya'ni sayyara igilikda xizmat qiladigan sayyara xizmatchilarni burunqi zamonlardagi nimkor xizmatchilarning hozirgi varianti desimi bo'ladi ekan deb o'yladim. Chunki biz yashayotgan dunyo to'xtamay o'zgarib turadi. Jumladan biz hayot kechirayotgan jamiyatlarmi uzluksiz o'zgarish ichida bo'ladi. Bularning ba'zilari havo klimatidagi o'zgarish bo'lsa, ba'zilari texnikadagi yangilik tufayli borliq kelgan moddiy jihatdagi yuksalish bo'ladi. Yana ba'zilari ijtimoiy inqilob orqali barpo qilingan tuzumlar bo'lsa, yana ba'zilari qimmat qarash jihatdagi o'zgarish bo'ladi. Bu o'zgarishlarning hammasi kishilarning iqtisodiy faoliyatlariga ozdir ko'pdir ta'sir qiladi. Chunki iqtisodiy faoliyatlarsiz ijtimoiy hayotni tasavvur qilish, yurak so'qishdan to'xtagan odamning terilishini orzu qilgandek bema'ni ish. Shayning mavjudligi hech qachon makon va zamondan mustasno holda mavjud bo'lgan emas. Shunday bo'lganlikdan kishilar o'zlari yashayotgan zamon va makondagi reallikqa, ya'ni ijtimoiy tuzumga, urf-odatga va iqtisodiy qonuniyatlarga amal qilib yashaydi. Alisher Navoiyning so'zi bo'yicha aytganda, inson o'z davrining ko'ychisidir. Alayli emgak ishidagi emgak qilish iqtidoriga ega har qanday kishi tashkillik shakldagi tuzumlashtirilgan ijtimoiy iqtisodiy tashkilotlarning, ya'ni ma'muriy o'rin va yoki korxona, shirkatlarning ichida xizmat qiladi. Yoki bo'lmasa o'z oldiga iqtisodiy faoliyat olib boradi. Idora organlarda, korxona va shirkatlarda ishlaydiganlarning sahar 8 dan kech 5gacha haftada 5 kun ishlash degandek rivoy qiladigan ish tuzumlari bor. Bu xil muntazam xizmat tuzumining shakllanishiga nurg'un yillar va jarayon ketgan bo'lib, sanoat inqilobining portlashi, korxona zavodlarda sistemlik bo'lgan ish tuzumining tiklanishi va umumlashishiga keng doiralik asos solgan bo'lsa, dunyoda 1,5 asrga yaqin davom qilgan burjuaziya bilan proletariatning o'tirsidagi ziddiyat, ishchilarning xizmat va dam olish kunlarining tuzumlashishi va qonunlashtirilishini o'tgan asrning o'ttirlariga kelganda aran vujudga keltirdi. 2007-2008 yillari Amerikada yuz bergan pul muomala krizisi nurg'un narsalarni o'zgartirib o'tdi. Ba'zilarini kuchaytirdi, ba'zilarini ojizlashtirdi va hamda ba'zi yangi shaylarni borliqqa keltirdi. Ashu xil tarixiy sharoitda borliqqa kelgan bir yangi shayi shifrliq pulning otisi Bitcoin bo'lgan bo'lsa,
Onun bilan bir vaqt kuchaygan yangi shay'i yoki yangi hodisa dal mushu sayyora egilik bo'ldi. Pul muomala krizisining yuz berishi bilan nurg'un shirkatlar vayron bo'ldi. Uy mulk bozori cho'kdi. Nurg'un odam boyligini yo'qotdi va ishsiz qoldi. Kishilik hayotda tiniqi nafasini to'xtamagan har bir kishi oldi bilan bir iste'molchi bo'ladi va moddiy hayotning eng aqalli yo'tisidan chiqish uchun bo'lsa-mu iste'mol qatnashidi. Dal bu xil ehtiyoj bu krizisda ishsiz qolgan, uylarini tartib qo'yganligi tufayli boyligi ozlab ketgan nurg'un kishilarni vaqtlik yoki parcha-purat bo'lsa-mu ish tepib ishlashga, yana ba'zilarni o'zining butun kunlik xizmatidan boshqa qo'shimcha xizmatlarni qilishga qistadi. Bu xizmatlarning xarakteri xizmatchilarni sayyora shaklda ham o'zi xohlagan vaqtda ishlash qulayligiga ega qildi. Xizmatchilarning xizmat vaqtini o'zi belgilashidek imkoniyat sayyora egilikning bir ortiqchiligi bo'lib, keyinchi u xususiy kirimini oshirishni o'ylaydigan nurg'un kishilarni o'ziga jalb qildi. Sayyora egilikning yana bir aloyligi bo'lsa, shirkatlarning mashg'ulot tannarxini tuvalatish. Demak, sayyora egilik kishilar qisqa muddatlik vazifalarni tamomlash orqali pul topadigan egilik bo'lib, u mustaqil to'xtamliq maslahatchilik xizmatini tartib, Uber haydaydigan va yoki restoranlardan tamoq to'shaydigan mulozimatlarni va hatto o'z oldiga kichik shirkati bor, ammo cho'ng idora jamiyat va shirkatlarning doim chiqib turadigan qisqa muddatlik ish turlarini tamomlaydigan kishilarning xizmatini o'z ichiga oladi. Mening bu xil bargan sira taraq qilib berayotgan sayyora egilik haqida to'xtalishim, bu xil egilikning bundan keyingi iqtisodiy faoliyatlarda muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlab qo'ymoqchi bo'lganligim sababidan. Chet elda muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarimiz bu xil egilikni yaxshi tushunib, uningdan kirim hosil qilsa, ham uningda uzib chiqib cho'ng egilik tikilguvchilardan bo'lib qolsa ajab emas degan o'ydaman. Bu yerda deyilayotgan sayyora egilik navbatda o'z aloyligi bilan ro'shan gavlanadigan ikki qismni shakllantirmoqda. Biri bilim asosidagi sayyora egilik bo'lib, muntazam va kasbiy bo'lgan ma'rif tarbiyasi ko'rgan kishilar bu egilik bilan shug'ullansa, yana biri kichik tijoratchidan tortib, Uber haydaydigan, narsa kerak yetkazib beradiganlarga shug'ullanadigan mulozimat asosidagi sayyora egilikdan iborat. 2023-yil fevral. 3. No'qish nazariyasi. Iqtisod ilmi tegi takdirdan aytganda, insonlarning cheksiz ehtiyoji bilan cheklik boylik o'tirisida qanday tanlash ilib beradiganligini tadqiq qilgan ilm bo'lib, kishilarning ma'lum tanlashlarni ilib berishi ularning muayyan ish faoliyatlari bilan munosabatlik. Shun ba'zilar bu ilmni yana kishilarning qilmishlarini tadqiq qiladigan ilm deb atab qo'yishidi. Nobel iqtisod mukofoti iqtisodiy faoliyatlarni tushuntirishda o'zguchilikka ega yangi nazariyalarni yaratgan iqtisodshunoslarning eng sarxillariga berilgan bo'lib, bu yillik mukofot mushu dushanba kuni Chicago Universiteti Bos savdo maktabining iqtisod fanlari professori Richard Sayler apandining no'qish nazariyasi bilan harakat iqtisodshunoslik qo'shgan tuhfa uchun berildi. Bu kishi Nobel mukofotiga erishishdan burun shuhrat qozongan kishi bo'lib, uning 2008-yili nashr qilingan kitobini nurg'un kishilar yaxshi ko'rishgan. Ham u kitob eng yaxshi setilgan kitoblarning biri. No'qishning nima ekanligini hammamiz bilamiz. Biroq qanday vaqtda kim kimni nima sababdan o'qiydi? Buning o'zi intayin qiziqarli, ammo murakkab masala. Iqtisod ilmini o'qish, ya'ni Richard apandining no'qish nazariyasining asosiy mazmuni mundaq. Intayin yaqishliq bo'lgan aktiv ishorat va vasillik usullar orqali shaxslarning, bir to'pning va hatto bir xalqning harakat ham qilmishini o'zgartgili, ularning hayotda yaxshi tanlashlarni qilish haqida qaror chiqarg'izg'ili bo'ladi. Ba'zi nazariyachilar no'qish nazariyasining qudratiga shu qadar qoyil bo'lmoqdaki, uni qo'llanib bir butun davlatni yuksalishga boshlag'ili va kishilarni nurliq jamiyatga yetaklag'ili bo'ladi deb qarashmoqda. Nobel mukofoti komiteti Richardning kishilarning harakat qilmishlarining idroksizmi bo'ladiganligi
Ammo buni faraz qilg'ili va ularni o'qish orqali ularning tanlashiga ta'sir qilg'ili bo'ladiganligini ko'rsatib berganligi uchun texnik konkret qilib aytganda u iqtisod ilmini kishilarning qilmishlarini tushunishga unumli tatbiqlaganligi uchun bu yillik mukofotni uningga berishni qaror qilgan. Biz hozirgacha qabul qilib kelayotgan o'lchamli iqtisod ilmi iste'molchilarni idraklik deb faraz qiladi. Ya'ni kishilar tanlash ilib bo'lganda foyda ziyinni o'ylashdi deb qaraydi. Ammo Richard uning qarshi faraz bilan o'zining maydonini sharhlagan va ijtimoiy tajriba ishlash orqali bu qarashlarini dalillagan. U yana kishilarning o'zining qo'lidagi narsani bakrak qadrlaydiganligini buni tajriba orqali ko'rsatgan. U bir sinfdagi o'quvchilarning yarmiga qahva ichadigan stakan tarqatgan va orqali sinfda qahva stakani bozorini qurgan. Natijada ta'lim chiqib qilib stakanga erishgan o'quvchilar stakanga erishalmagan o'quvchilarga qaraganda o'zlarining qo'llaridagi stakanni qimmat yuqori deb qarashgan. Bu xil ega bo'lish, erishish ta'siri amaliy bozordagi nurg'un ahvollardami ro'shan ifodalangan. Bu nazariya yana amaliy bozorning kitoblardagi bozorlardan nemishqa farqli bo'lganligini tushunishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Richardning ko'rsatishicha, kishilar izchil turda idroksiz qarorlarni chiqarishadi. Bu iqtisod ilmidagi biz qabul qilib kelgan kishilar idrok bo'yicha ish qilishidi degan qarashni rad qiladi. Masalan, deydi u, kishilar yomg'irli kunlarda kunlikni yuqoriroq bahoda sotib olishni rad qiladi. Bir qahva stakanini sotib olishga $3 xarjlagani bilan uni $6 sotib berishni rad qiladi. Uning qarashicha, biz insonlar noqul holda foyda ziyonini o'ylashadigan ijtimoiy jonliq emas. Balki bizning tanlashlarimiz, qarorlarimiz, psixik holatimiz shu daqiqadagi ruhiy kayfiyatimizning ta'siriga uchraydi. U yana hukumatlar noqish nazariyasidan foydalanib, paravallik xizmatlarining unumi va sifatini yuqori ko'tara oladi deb qaraydi. Uning bu nazariyalari Angliya, Amerika, Avstraliya va Yangi Zelandiya hukumatlarining xizmatlariga tatbiqlanib, zo'r unumlarga erishgan. Oldimizgi yillarda nurg'un shaxs, korxona va hukumatlarning noqish nazariyasidan texnik keng doirada foydalanishi muqarrar. 2017 yili oktyabr